Ha kerak. Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 18-sentyabrdagi 477-son qarori bilan tasdiqlangan tibbiyot va farmatsevtika xodimlarini attestatsiyadan o'tkazish va ularga malaka toifalarini berish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentiga muvofiq tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga berilgan malaka toifalari muddatli hisoblanadi. Agar malaka toifasining amal qilish muddati tugagan bo'lsa, u avtomatik tarzda saqlanib qolmaydi. Shu sababli malaka toifasini qayta tiklash uchun mutaxassis belgilangan tartibda attestatsiyadan o'tishi, ya'ni qayta imtihon topshirishi lozim bo'ladi. Shuningdek, xususiy klinikalarda ishlayotgan shifokor belgilangan muddatda malaka oshirishi va malaka toifasiga ega bo'lishi shart. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-fevraldagi 80-son qarori bilan tasdiqlangan maxsus elektron tizim orqali ayrim faoliyat turlarini litsenziyalash tartibi to'g'risidagi yagona nizomga muvofiq tibbiy faoliyatni litsenziyalash talab va shartlariga ko'ra mutaxassis vrachlarda belgilangan tartibda olingan malaka oshirish bo'yicha amaldagi sertifikat mavjud bo'lishi lozim.